Assalomu alaykum uyinjoyim deganlar. Bugungi obzorimiz o'zgacha bo'ladi. Nimaga desanglar, ipodrom oldi, ya'ni Sergey tumani Choshtepa mahallasida 2 sotuli hovlimiz chiqdi. Dilmurod akam bu yerda 3 ta hovli qurgan ekanlar. Mana shunisi qolibdi. Assalomu alaykum. Dilmurod aka yaxshimisiz? Siz charchamayapsiz? Xullas, mana shu hovli tayyor holda. Endi mahallasiga bitta e'tibor beringlar. Tupik mahalla. Farzandinglar bu yerda o'ynab yursa ham ana qo'rqib yurmaysizlar, ya'ni bemalol o'ynab yurishadi. Jeng asfalt qilingan. Bu yerdagi kanalizatsiyasi bor, kanalizatsiya bor. Xullas, obzorni boshlaymiz. Dilmurod aka kiruvishidan boshlaylik. Xo'p, bu yerda bitta mashina qo'yadigan joy bor ekan. Ochilib yopiladigan darvozalar qilibsiz. Bu yerda yozgi oshxonalari. Uyimiz nimadan qurilgan aka? Pishgan qish 100%. Ishlaki bo'lakdan qurilmagan. Hop, bu yerda yashil hududi bor ekan. Yashil hududi, keyin nimasi bor o'zini? O'zbekcha bu yerda hojatxona ham qilib qo'ygansiz. Mabodo mehmonlarga shu yerga jo'nataverishadi, to'g'rimi? Gap yo'q. Xullas, naveslik qilibdilar, bu yoqning yoqqan tarafi, tagida podval bor. Bu yerda kerakli narsalarni saqlasanglar bo'ladi. Xo'p, aka, uyimiz 2 qavatdan qurilgan ekan. Plus podval. Plus podval bor. Nechta sanuzel bor ichida? Bu yerda 3 ta sanuzel. 3 ta sanuzel bor. Ko'cha bilan anaqa. 4 ta. Qarang, bu yoqdan buni bu yoqdan ham tutsa bo'ladi, plus nimadan ham tutsa bo'ladi. Uyning ichidan ham qilganmiz. Uy ichidan ham kirsa bo'ladi, tashqari tomondan ham kirsa bo'ladi. Leksan qilingan. Yo'q, leksan emas, bu oyna qilganmiz. Oyna qilgansizlar. Oyna qilganmiz. To есть, ya'ni qor, yomg'ir yog'sa, bu yoq shalabbo bo'lmaydi, qurib turar ekan. Zo'r, aka. Xullas, ushbu hovlimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, yo'qsinsin deb bitta like bosib qo'yinglar, endi birgalikda ichkari tarafga kiramiz. Ketdik. Xo'p, kirish tomonimiz shunaqa kengina koridor bor ekan. Bu yoqda xohlasanglar, shkaf qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Birinchi xonamiz nima? Zal qilganmiz. Zal qismi. 6 ga 4 lik zal. Kattaligini qarasanglar-chi. Mehmon kelsa bir maza qilib dili yayrar ekan. Bu yoqda panoramni oyna qilibsiz aka. Xo'p, uyimiz nimada isiydi? Теплый пол и плюс радиатор. Radiator. То есть, xolasa теплый pol o'chirib radiatorda ham isitsa bo'ladi, ispetsiya. Yoki radiatorni o'chirib qo'yib ham teplый polda isitsa bo'lar ekan. Bu yerda ikkinchi etajaga chiqamiz. Bu yerda ikkinchi anaqasi, bu yoq bitta koridor. Hol ekanda. Birinchi xona, bu yoqda keyingi xonamiz qaysi? Biz spalni qilganmiz mana. Bu yoq spalni. Zo'r. Televizor qo'yadigan joyi ham bor ekan bu yerda. Aytgancha, bu yerda sushilka joyi ham bor ekan. Ya'ni kiyimlarni quritmoqchi bo'lsanglar, shu yerga olib chiqaverasizlar, yorug' qilib qo'yishgan. Bu yerda keyingi xonasi nima aka? Oshxona qilganmiz. Bu yerda oshxona. Mebellar bilan birga. Zo'r. To есть, shundoq ko'chib yashaydigan joy ekan-da. Ayollar yangi uyga ko'chgan paytingizda inshaalloh xuddi shunday uylarga ko'chish nasib qilsin. Niyat qilgan bo'lsanglar, bitta like bosishni esdan chiqmasin. Tayyor remont ekan. Xo'p, aka, buni kadastr hujjatlari tayyor. Tayyor. Shundoq hozirga tayyor. Hujjatlar qilinib, bo'linib, alohida kadastrlar qilinib, ikkalasi o'zi ofamindan bo'lganamiz. Birinchi qavat shu общий sanuzel. Qani? Ko'rasizlar, shundoq ko'chib yashaydigan joy. Endi podval qismiga birgalikda tushamiz. Aka, podvalni qanaqa ideya qilgansiz bu yerda? Podvalni buni xohlasa detiski qo'ysa bo'ladi. Xohlasa buni bilyardni zona qilib qo'ysa ham bo'ladi. To есть, kısaca bu yoq teplый pol, Teplый pol 100%, hamma joy teplый pol. Qishda bemalol, qishda issiq bo'ladi. Qishda kresloni qo'yib olib, shu yerda maza qilib o'tiradigan joy ekan. Bu yerda ana TV zonalarigacha alohida joy. Devorlardan o'zi, mana bilsangiz o'zi 1 yil 2 yildan keyin o'zi mag'irlab ketadi o'zi. Nimalar, testdan zaxlar chiqib, dekor plastik qilib yuborganman shuni. Bu yerda unaqa bo'lmaydi. Yo'q, xudo xolasa, bu yerda unaqa bo'lmaydi. Bu yoq katelni xonasi ekan. Uyimiz yuragi katta qilib ekan sizlarga. Aka, bitta savollar. Bu yoqda katelnini o'ziga necha pul ketkazgansiz? Sir bo'lmasa agar. Mana shu bitta joyning o'ziga. Bitta kottejga bir elektr santexnikaga bir 15 mingga ketgan. 15 ming dollar ketgan, Ketgan. Xullas, akamiz o'zi uchun qurgan ekanlar. Ya'ni muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Elektrika avvalambor xudoyim. Elektrika, santexnikadan xudo xolasa muammo qilmaz qilib yashaydi. Bir ikki mayda nimalari bo'lishi mumkin, lekin zo'rini yaxshilarini qo'yganman. Elektrikani, santexnikalarni любой quruvchilar olib kelib tekshirib, nima qilib olsa bo'ladi bemalol. Mana shu rayonda, ya'ni Choshtepa mahallasida svet, gazi qanaqa? Zo'r.
uchib qolmaydimi? Yo'q, Misol uchun yo'q. bilasiz, bir xil joylar odamlar ko'chada svet постоянно uchib yurar ekan. Misol uchun Yo'q, yo'q. katta Hasan Kelib turib bir joyda uchib qolar ekan. kelib turib hafta 10 kun yashab ko'rsa bo'ladi. Bemalol qo'shnilardan so'rasin, qanaqa qilib qurganimizni so'rasin. Bemalol. Kстати, qurilish ishlarni ham ko'rgan bor. qo'shnilar bor. Hammasi aytaylik, to'g'rimi? Videolari, rasmlari, hamma narsasi bor o'zimizda. Endi bitta savol aka, bu 2 qavat qilib qurgan ekansiz. Birovni hovlisi ko'rinmaydimi? Yo'q, bor. Jaluzi qilgansizda. Xo'p, ikkinchi qavat ekan bu uyim joyini deganlar. Mana shunaqa lampalar bilan chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Aka, bu yoqda birinchi xonasini ko'rsating. Ya'ni xohlasa o'zi nima qilsa bo'ladi mana. Bu spalnya. Xohlasa spalni qilsa, xohlasa 5 ga 3,5lik zal qilib qo'ysa ham bo'ladi. Ikkinchi etaj uchun. Qo'shnilarning uyi ko'rinmasligi uchun mana qilib bekitib qo'yibdilar. Ya'ni so'z isboti bilan bo'lsin deb ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Keyingi xonasi nima? Bu yoqni detskiy qilganmiz bitta. Yo'qda keyingi xonasi bolalarga. Ana xonasi. Qarasanglarchi. Zo'ra. Bu yoqda ikkinchi qavatda bu yoqda общий sanuzel. Dushovoylar bilan tepalari bilan ko'rsat. Ana. Xo'p, bu yoqda qanaqa qilgan? buni spalni. Bu yoqda spalni. Kattalarning spalnisida bu. Katta spalni ekan aka. Bu yoqda bitta kravat qilib o'zini alohida garderob bor ekan. Mana bu alohida garderob и o'zini sanuzel qismi bilan. Gap yo'q. Xona spetsi, cho'pribol qattiq. Yo'q, alohida. Yo'q. Xohlasa Cho'pribol kollektorlar bormi? Xohlasa ikkinchi etajda o'chirsa bo'ladi. Xohlasa podvalda o'chirsa bo'ladi. Alohida 3 ta joyda o'chiradigan joy bor. Qay ko'rsatingchi shu joyni? Bu yoqda xohlasa bu yoqdan o'chirsa bo'ladi mana buni o'zida. Cho'pribol kollektorlar shu Kollektorlar bu yoqda turgan. Ikkinchi etajdagi. Birinchi etajdagi o'zida. Xullas, uylarni deganlar, agar uylar spetsi, mana shu cho'pribol kollektorlar orqali Xohlasa общийda o'chirib qo'ysa bo'ladi. Xohlasa alohida xonalarda har bir xonaga alohida kelgan bu yoqda. Xol alohida, spalni alohida, sanuzel alohida, zal alohida. zo'r. O'zida o'chirib qo'ysa, yo общий ikkinchi etajda o'chirmoqchi bo'lsa, o'sha yerda o'chirib qo'ysa bo'ladi, plus podvaldan o'chirsa ham bo'ladi. Endi qani aka, bu yoqda qo'ni-qo'shnilar qanaqa? Qo'shnilar ham yaxshi. Endi o'zing yaxshi bo'lsang, qo'shnilar hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Rostdan bir xil negativniy bo'ladi-yu, ya'ni ko'chib kelganingizdan keyin chiqishtirmaydi, boshqa qilmaydi. Yo'q. Avvalambor Bel bo'lmaydi demoqchiman-da. Mana shu 1 yildan oshdi, 1,5 yilga yaqinlashdi o'zi qurib boshlaganim o'zi. Bitta videosi, bitta kartochkasi 1 yilga yaqin quraman o'zi. 1 yil. To есть hech qanaqa muammo bo'lmadi qurilishda. Xullas, uyim joyini deganlar, shu uyimiz sotilyapti. Manzil yana bitta aytib keting. Sergeli Choshtepa. Nimadan? Ipodromdan kelishda Flowers Garden oldida ekan. Gulbog'ini oldida shundoq. Ipodromdan kelishda. Flowers Gardenni oldi bo'lsa, bu degani ko'p kislorod ishlab chiqariladigan joy и havosi tozaroq joyda turgan ekanda, joylashgan ekan. Xullas, ushbu joyimiz sotilyapti. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, pastda akamiz nomerini qoldiraman, bemalol bizdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, yo'qsa bitta like bosib qo'yamiz. Bu videoni kerakli insonga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin, charchamaylar.